On June 24th, the State Department released its annual Country Reports on Terrorism, which describes the global counterterrorism landscape of 2019. The report highlights significant terrorist trends from last year and takes stock of U.S. and international efforts to counter these threats. 24-iyun Amerika Tashqى İşlar Ministerliği terrorluqqa qarşı turuş komiteti 2019-yillik terrorluqqa qarşı turuş dokladını e'lon qildi. Tashqى İşlar Ministri Mike Pompeo ve baş elçi Nathan Sells dünya miqyosidagi terrorluqqa qarşı turuş ahvollaridan doklad berdi. Dokladda Xitoy ھۆكۈمىتىنىڭ terrorluqqa qarşı turuş bahanasi bilan Uyghur qatorliq musulmon xalqni qattiq nazorat qilish, bostirish qatorliq usullar orqali kishilik huquqni dafsanda qilayotganligi qattiq ayblandi. Dokladda yana Xitoy ھۆكۈمىتىنىڭ pakitsiz, asossiz holda atalmış Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkiloti va uch xil kuchlarga qarshi turishni bahona qilib 1 milliondan ortiq Uyghur, Qozoq qatorliq musulmonlarni yig'ib olish lagerlariga solab qo'yganligi alohida eskartilgan. Faithful Muslims in China who see their mosques demolished by the CCP. It means religious freedom for faithful Muslims in China who are rounded up and herded into camps purportedly for vocational training. Doctors and professionals don't need vocational. Amerika Tashqى İşlar Ministerliği ve Tashqى İşlar Ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyghur ve başka musulmon millatlarni lagerlarga qamab, ularning diniy e'tiqodi, milliy kimligi ve madaniyatidan voz kechishga urinishdek ig'ir kishilik huquq dafsandachilik sodir qilganligini izchil ayblab kelgan edi.